Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda paytida ko'chalarda yurganda hammani cho'chitgan, kerak bo'lsa hozirgacha o'zini muxlisiga ega bo'lgan Captiva to'g'ri mashinamiz. Xo'p, qaranglar. Qora Captivamiz 2016-yil 95 ming probeg yurgan. Salonlarini ko'rishingiz mumkin. Cho'tki gap bo'lishi mumkin, ammo salonlariga rullar mamta signali bor. Xo'p, qaranglar, tonirovkalari bor, gap bo'lishi mumkin emas. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin, sveji. Eshiklari ham mana hammasi joyida. Endi o'zingizlar to'g'rilab olishingiz mumkin. Yo, bu yoqlarni kraskasini toza deb aytishyapti, lekin aytishdiki, mana orqa eshikda bitta kichkina petnosi bor okajon deb aytishdi. Biz endi imkon qadar tushunganimizcha ko'rdik, bu yerda petnosi bor ekan. Keyin ko'z tegmasligi uchun mana bitta kichkinagina qirib qo'yilgan joylar bor ekan, qirilgan joy bor ekan. Xullas, kimda kim Captiva olmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Egalarining nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Narxi 15.900. Yana yog'ini o'zingizlar kelishib olasizlar. Kelinglar, kelishamiz.